Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz sut va sut mahsulotlari mavzusida bo'lib, bu mavzu 3 qismdan. Sutning tarkibi va asosiy xususiyatlari, sutni ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayoni, sut mahsulotlarining turlari va ularning ahamiyati to'g'risida bo'lib, eng avvalo sut to'g'risida gaplashamiz. Sut biologik qiymatga ega bo'lgan noyob oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, odam organizmi uchun zarur bo'lgan barcha moddalarning mukammal uyg'unligidan iborat. Sut tarkibida oqsil, yog', uglevod, mineral moddalar, vitaminlar, fermentlar, gormonlar va 200 dan ortiq biologik faol komponentlar mavjud. Sut eng tez hazm bo'ladigan, to'yimli va energiya beruvchi mahsulot sifatida qadimdan inson ovqatlanishining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Sut nafaqat oziq-ovqat, balki shifobaxsh vosita sifatida ham qadrlanadi. Sutning asosiy tarkibiy qismi 86% dan 88% suv, 3 dan 6% yog', 4,5 dan 5% laktoza, 2,8% dan 3,5% oqsil va 0,7% mineral moddalardan iborat. Sutning biologik ahamiyati uning tarkibida kalsiy, fosfor borligi, ya'ni suyaklarning mustahkamligida, shuningdek tarkibidagi kazein oqsili muskul massamizning asosini tashkil etib, inson organizmiga juda foydalidir. Shuningdek, laktoza ichak mikroflorasini normallashtiradi va foydali bakteriyalar ko'payishiga yordam beradi. Vitaminlar A, B, D guruh ko'rish qobiliyati, teri sog'ligi va asab tizimi uchun juda muhimdir. Sutning energiya qiymati o'rtacha 60-70 kilokaloriya atrofida bo'lib, bu inson uchun kerakli bo'lgan kunlik energiyani ta'minlay olishida. Shuningdek, sutdan juda ko'p mahsulotlar tayyorlanadi. Ular quyidagicha tasniflanadi: fermentatsiyalangan mahsulotlar, qatiq, kefir, ayron, smetana; oqsil ajratilgan mahsulotlar, tvorog va turli pishloqlar; pishirilgan sut mahsulotlari, qaymoq, sariyog', qaynatma sut; shirin sut mahsulotlari, muzqaymoq va yog'li desertlar. Smetana to'g'risida gaplashamiz. Smetana fermentlangan qaymoq bo'lib, tanaga quyidagi jihatlar bilan foyda keltiradi: yog'da eriydigan vitaminlarni so'rishni yaxshilaydi. Agar u tirik bakteriyalar, probiotiklar bilan tayyorlangan bo'lsa, ichak va hazm tizimi uchun foydali bo'ladi. To'yimlilik berib, ovqatdan keyin qoniqish hissini oshiradi. Bu esa ortiqcha yegulikka ehtiyojni kamaytiradi. Tvorog mahsuloti. Tvorog mahsulotlariga tvorog xamiri, tvorogli tur, kremlar kiradi. Tvorog shirin bo'lishi uchun tarkibida 17% qand va 23% yog' bo'lishi kerak. Tvorog tayyorlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo'lib, unda ham sutni tayyorlash, starter qo'shish, pishirish va ajratish jarayoni, shuningdek tvorogni shakllantirish va sovutish jarayonlaridan iborat. Sovutgichda saqlash jarayoni 4-6 gradusda bo'lib, 3-5 kun davomida saqlash mumkin bo'ladi. Bu slaydda siz turli xil tvorog mahsulotlarini ko'rishingiz mumkin. Keyingi mahsulot kefir bo'lib, qaymoq olinmagan yoki pasterizatsiyalangan sutni kefir zamburug'lari yordamida ivitib tayyorlanadi. Kefir sut kislotasi va spirt hosil qilib achiydigan mahsulotdir. Mo'ljallanishiga ko'ra kefirning 2 xili ommaviy iste'mol uchun va shifobaxsh bemorlar uchun tayyorlanadi. Keyingi mahsulot yogurt bo'lib, bu yog' va qatiq moddalarining miqdori bo'yicha normallashtirilgan sutdan ishlab chiqarilgan fermentlangan sut mahsulotidir. Keyingi mahsulot pishloq. Pishloq sutdagi oqsil, ya'ni kazein oqsilini eritish va uni zardo'zdan ajratish orqali tayyorlanadi. Bu quyidagi 4 bosqichda tayyorlanadi. Birinchisi sutni eritish, keyingisi pishloq donachalarini kesish va issiqlik orqali ishlov berish, shakllantirish va tezlash, tuzlash va yetiltirish. Mana bu slaydda bo'lsa turli shakl va ko'rinishdagi
videolarni ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz shundan iborat edi.